Utliber tepaligi, Syurix, Shveysariya. 1000 metrdan baland tepaligi. Mana Syurix shahrining umumiy ko'rinishi. Ana bu stadion ko'rinyapti mana. Mana stadion, mana daraxtlar pana qilib turibdi. Bu Syurix shahrining umumiy ko'rinishi. Syurix ko'li. Bu sharq taraf, mana videoda ko'rinib turgan biz tomonimiz sharq tomon, ya'ni shu Osiyo tomon. Mana bu Syurix ko'li. Syurix ko'lidan keyin mana bu yerda mana quyosh botyapti, g'arb taraf. Atlantika okeani taraf bu. Fransiya, Portugaliya, Ispaniya tomon bu. Shveysariya tog'lari, Alp tog'lari mana bu. Videoda ko'rinayotgan bo'lsa mana Swiss Alpinisi deydi. Mana Shveysariya Alp tog'lari. Utliber tepaligi mashhur dunyoga. Har bir Syurixga kelgan mehmonlar bu yerga keladi. Tabiatshunos olimlar o'rganib, tabiati juda toza deya bu yerda dam olish maskani qilaylik deb tavsiya bergan. Shundan keyin bu yer shu 100 yillardan beri dam olish maskani. Bu yerga dunyoga mashhur mana aytishga arziydi, mana Muhammad Ali masalan kelgan 71-yil. 71-yilda kelib germaniyalik bokschi bilan boksga tushgan. Internetda ko'rishlaringiz mumkin. Hali New York aeroportidan chiqishdan oldin ana u degan. Men uni nokautga uchrataman degan. Shunday futbolchilar, FIFAga kelgan futbolchilar ko'p keladi. Ronaldinho. Shahar yaxshi bilgan odam qayerda nima borligini aniq tushunar ekan bu yerda. Mana Irxel kampusni ham ko'ryapman. FIFAni, ATH Syurix universiteti va Federal texnika oliy maktabini, stadion, qadimiy shahar, Syurixning qadimiy qismi. Havo juda toza, mazali ekan. O'zimni ham allergiyam bordi, kelganimdan keyin deyarli sezganim yo'q allergiya. Havoning tozaligini air quality'da excellent deb turibdi. Good ham emas, excellent, a'lo deb turibdi. Shveysariya Alp tog'larini ko'rsatay. Mana Syurix ko'li va yaqinda kechda Shveysariya Alp tog'lari. Sportchilar ko'p kelib mashq qiladi bu yerda. Chang'i, shu qishki sport turlari bilan shug'ullanadiganlar. Shveysariya Alp tog'lari. Wir hatten die hat sich dann immer vorgestellt, dann ja. Das ist aber Zürich. Also wenn man aus wie Partnerbörse.
Yanada batafsil ko'rish mumkindir. İnternetdan izlasa bo'ladi. Utliberg Zürich deb. Endi men videolarni ham, rasmni ham o'chirib, o'zim endi maza qilib tomosha qilaman. Mana endaligi tanishlarga oldim buni. Lekin YouTube'da yoki internetda yaxshi videolar bor bu Utliberg haqida. Ko'rishlaringiz mumkin. Syurixga kelsalaringiz kelinglar. Sportchilar velosiped bilan kelyapti odamlar. Bolachalarni olib kelgan ko'pchilik. Mana bu yerdan tushib pastga qarab ketar ekan. Mablag'larni ham videoga olay, keyin shu bilan o'chirib, telefonni ham o'chirib, maza qilib tomosha qilaman. Mana skameykalarda o'tirib, Muhammad Alilar choy ichib, o'sha kelganda 71-yil ana o'qigan. Shu yerda sport mashq qilgan. Invece là da un penderino una roba